Yana maqtanyapti demanglar, shunaqangi bomba pechenye retsepti bilan keldim. Xullas, elangan un, sariyog' solib yaxshilab qolib olamiz. Ketida razxlitelni ham solib aralashtirib olamiz. Smetana, shakar, vanilin shakari, tuxum sarig'ini solib xamir qorib olamiz. Qorib olgan xamirlarimizni 10 minut tindirishga jo'natamiz. Nachinkasiga maydalangan yong'oq, quyultirilgan sut quyib aralashtiramiz. Tinib olgan xamirlarimizni 12 bo'lakka bo'lib yana 10 minut tindiramiz. Endi esa shu joyga yaxshilab e'tibor beramiz. Xamirlarimizni o'rtasini emas, chekkalarini yoyib, videoda ko'rsatilgandaqa qilib nachinkani solib tugib olamiz. Tugib olgan xamirlarimizga videoda ko'rsatilgandaqa qilib shpatel bilan shunaqa 3 ta chiziqcha churib olamiz. Endi esa shu joyga yaxshilab diqqat qilamiz. Churib olgan chiziqchalarimizni pinset yordamida xuddi shu ko'rinishda qimchilab chiqamiz. Keyin uzorlar berishni boshlaymiz. Agar siz yong'oq yoqtirmasangiz, uydagilarga yoqarmikin deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, ichiga xohlagan nachinkangizni ishlatsangiz bo'laveradi. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni ustini xohishga qarab bezatib olsak bo'laveradi. Xohlasanglar bodom, xohlasanglar yong'oq. Pechenyelarimizni listga joylab pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga xohlagan siroplar surib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib saqlab oling va menga obuna bo'ling. Ishoning, bundan zo'r pechenye retseptini